Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq tinglovchilari. Men mana shu bugun prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga o'zingizni tanishtiring-da, kimsiz? Men mana shu mahallada, Joziba mahallasida yashovchi. Qaysi tuman, qaysi viloyat? Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Joziba mahallasida yashovchi Rahmatulloyev chori tadbirkorman. Mana shu mahallada shu tug'ilgandan beri yashab kelaman. Yoshim 63 da hozir. Mana shu yerda yashab, mana shu yo'l masalasida hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga murojaatim mana shu yo'l masalasida juda bizda og'ir masalaga aylandi. Bu yo'limizni mana men bir necha marta murojaat qilganman tuman avtoyo'l boshliqlariga, boshqaga, faqat boyagi va'dalar, boshqa hech narsa bo'lmay kelyapti. Mana shu yo'lning qaysi yillarda 40 yillardan beri bilaman, mana shu bu yo'l rekonstruksiya qilingan yo'q, boshqa qilingan yo'q, shu dabdala yo'l bilan yashab kelyapmiz. Oxirgi shu yo'llarning buzuqligini chidab tura olmay biz o'zimning hisobimdan mana shu yo'lga shu yo'lga o'zimning hisobimdan tayyor asfaltni olib kelib butkul ishdan chiqqan joylarni remont qilish maqsad qo'ygan edim. Shu avtoyo'l boshlig'i kim degan mana shu kishi meni bir necha marta aldab, yaqinda boshlanadi, yaqinda yo'l boshlanadi, kerak emas. Bu degan gaplar mana meni bir necha marta to'xtatib qo'ygan. Men ulardan faqat katok 3-4 ta odam so'raganman. Shu yo'lni qo'limdan kelgancha shu ta'mirlashni harakat qilganman, lekin meni aldab ertaga indim boshlanadi deganiga 2 yildan oshib ketdi. Lekin shu anondacha turibdi. Endi bu yo'ldan men mana shu yerda tug'ilib o'sganman. Mana bu yo'ldan 40 yillardan oshdi. Biron marta greder kelib asfalt to'kib, bir asfalt qilinganini hali eslay olmaymiz. Faqat bu yoqqa chiqindi boyagi yo'lning chekidagi qolgan toshlar bilan to'ldirib ketadi. Shundan beri biron marta ham nima qilingan yo'q. Faqat shu necha yillardan beri aldash, yangi yo'l boshlanadi, xudo degan gap keladi. Biz mana shu Shavkat Mirziyoyevning mana 2026-yildagi Shavkat Mirziyoyevning 2026-yil o'tgan yig'ilishida mana korrupsiyaga qarshi kurash yili deb e'lon qildi va shunga kurash boshlandi deb hisoblaymiz. Mana shu prezidentimizning mana shu nutqidan bir foydalanib, men bitta narsani aytar edim. Mana shu yo'lga qachonlardir qancha mablag' sarflangan, nima qilingan, mana shu 40 yil davomida biron marta qanday sifatlanganini mana shu korrupsion asosida bir tekshirib ko'rishlarini bir iltimos qilar edimda, mana shu yo'l masalasida. Bo'lmasa bu shuncha yillar davomida biron marta bir 7 kilometr yo'lga biron marta rekonstruksiya qilib, boshqa qilib qilinmaganini mana bu yerdagi hamma xalqimiz biladi, hali aytib o'tsa kerak. Shuning uchun sizdan hurmatli prezidentimiz iltimos mana shu yo'limizning hali ko'rasizlar, mana bu yo'lda yana nari tomonlarda qanday hammasini mana shu ko'rib o'tasizlar, shunga o'zlaringiz baho berasizlar. Assalomu alaykum hurmatli og'aynilar. Mana shu yo'limiz bir necha yildan beri, mana tashi 50 yillar o'tib ketyapti. Remont bo'lgani yo'q, qolgani yo'q. Bu aholimiz yomon bo'lyapti. Yozda changga o'tirib qo'ymay qoladi. Bundan tashqari mana falon pulga mashina olamiz, mashinalardan yeb qo'ydi. Hamma tarafdan ham qiyinchilik bo'lib qoldi. Nafaqat yo'l, suvlarimiz ham qiyin bo'lib qoldi ichishga. Suvimiz ham sho'r suv. Puli va'da beradilar, va'daning oxiri yo'q. Sizlardan iltimos qilamiz, yo'llarimiz ko'rib chiqsaringiz, suvlarimizni ko'rib chiqsaringizni iltimos qilamiz ham. Endi so'raymiz ham sizlardan. Xalqning endi oxiri bormi yo'q, chegara ham bo'lmay qoldi bu og'aynilar. Nima qilishni bilmay qoldik. Shunga yordam qilishlaringizni so'raymiz.
Yapın. Fakat rahbariyat kese çağıtıp girdirilip ketadi de iziga toprak sap ketadi bu. Nima qilishni bilmayapti o'zlari, bularning o'zlari ham. Yo'lni faqat toprak bilan to'ldirib ketish kerakmi yo pul ajratgan bo'lsa qayerga ketganligini bilmayman men. Misolda yo'lni ko'ringizlar og'aylar. Nima sizlardan? Tasodifan bugün o'zi Joziba mahallasiga yo'lim tushgan edi. Bu yo'lda bu mashina bilan yurish yo'qda tursin, o'zi piyoda yurishga ham qiyin bo'lib qoldi. Bu aholi qanday yashayapti bu yerda? Men tushunmayapman men bu. Yo'llar uchun ajratilgan pullar qayerga ketayotgan ekan? Bo'lgan tuman yo'l bo'limining bu xodimlari bu nima ish bilan shug'ullanyapti o'zi bu yerda? Nima uchun bu aholi o'gaymi bu? Yoki boshqa mamlakatning odamlarimi bular? Nima uchun bu yo'lga e'tibor berilmaydi? Men shu yo'lda 40-50 yildan beri yuraman. Biram marta Sovetdan keyin, Sovet tuzumidan keyin biram marta shu yo'lning remont bo'lganini men o'zi ko'rmadim-ku men buni. Bu nima bedotlik bu? Men tushunmayman. Milliardlab pul ajratilyapti. Lekin juda katta bu yog'i Boysunni, bu yog'i Denovni bog'laydigan asosiy uzil bo'lgan yo'lning ahvoli bu bugun nima uchun bunday? Bu aholining sog'ligi uchun, ularning normal turmush yashash uchun asosiy yo'l bu iqtisodning qon tomiri bo'ladigan bo'lsa, nima uchun bu yo'lning ahvoli bunday? Bir tadbirkor aytadiki, men taklif qildim deydi. Shu asfaltim bor, menga katok ber, menga greyder ber, bir 4 ta odam ber, men shuni qilib berayin deb aytadi. Yo'q, deydi, e'tibor qilmaydi deydi bu. Bu nima degan gap bu? Odamlar o'zini yordam qo'lini cho'zib turgan bo'lsa, pul so'rayotgan bo'lmasa undan, nahotki birovning xayriya yo'li bilan harakat qilayotganiga ham bir rahmat aytib, shu yo'lni sozlashga imkoniyatini qilmadi. Menimcha Qumqo'rg'on tuman yo'l bo'limining boshlig'i o'zining burchini, vazifasini unutib qo'yganga o'xshaydi. Bu o'xshagan odamlarning o'zi umuman keragi yo'q bu bizga. Borsa ishini qilsin bor, qayerga borib ishini qiladigan bo'lsa. Assalomu alaykum. Meni ko'rayotganlar, o'rtoqlar, mana buga qaranglarda. Har doim yomg'ir payti ochilib qoladi. Yomg'irdan oldin to'proq sepadi, ustiga qaramay sepadi. Yilning oxirimi nimami qandaydir o'yinlar bo'layaptimi? O'yin bo'lmasa bu mumkin emas. Men agar 70 ta bo'layotgan bo'lsam, o'z ishim bo'lgan yo'q bu yerda. Lekin yiliga 2-3 marta unday remont qildik degan abs beriladi. U asli remont emas. To'proqni to'ldiradi, qaramaydimda sepib qo'yadi ustiga. Xudo biladi endi nechta tonna asfalt dedi, nechta tonna nima dedi. Bu bir o'zi kimgadir kerak yo'lmi deyman. Pul ishlash. Aha, pul aylantiryapti-da. Boshqa narsani bilmayman mana shu bu narsa deya olmayman. Mashinalar ko'rdi, bunday mana mashinalar ko'rdi. Bugagan hammasi tamom bo'lgan mashinalar. Yig'otday mashinalar. Hammasi yig'otday mashinalar. O'yilib ketgan tayyor ramonlar. Mana ahvol shu. Lekin baribir buni biz taklif kiritib edik. Kimgadir mahalladanmi, qayerdan o'tmay turibdi. Griderlasa, men injener emasman. Temirchiman. Griderlasida, tirnasida griderlab qo'ysin bo'ldi. Sement ham olib kelmasin, gravir ham olib kelmasin, asfalt ham olib kelmasin. Mana chuqur bo'yinlarni qo'ysa 30 yildan beri. Onda tayda qolgan mana shu hammaga. Samimiyetimizden keçen gün. Biz mana shu yo'l uchun ko'p hokimiyatlarga ham chiqyapmiz. Lekin bunaqa chiqqanimiz yo'q hali. Mana qarang qanday ta'mirda ketyapti. Qarang mana. Uyning tubidan menga ketadi. Shuning uchun mana beton stekani qo'yganman men. Bularda naryoqda odam bormi? To'g'ri, naryoqda odam bormi? Bu qachon bu soz bo'ladi bizning yo'limiz. Mana qarang mashinalarning yurishiga. Var yollar yo'q. Bu yo'limiz soz bo'lish kerak-da. Bizga soz bo'lmasa qanday biz qayerga yuramiz? Yozning kuni o'tirib bo'lmaymiz uyning oldida. Chang, to'zam bo'lib qoladi. Kasallik qanday? Kasal ko'pda. Chang bo'lgandan keyin kasallik. Ha? Kiyimlarni yoya olmaymiz eshikka mana. Daraxtlarni qoqsangiz cho'ng tushadi shunday. Bari ko'kmak ko'rinmaydi.
Var men pilla bagaman mesela. Mana tuttu, juvib beraman mana orqa pillaga. Çang shunday çang basıp qoladi da. Ilgari unday emas edi mana. Yo'l buzilgandan beri men umuman 10 yillardan beri men ana shunday. 10 yil emas, u 40 yil bo'lib ketdi. Ha, mustaqillikdan beri men soz bo'lgan yo'q-da. Hokim kelsa, hokim meni yoqqa o'tadigan bo'lsa, yo'lda suratdagin suv sevib ketadi Qumqo'rg'onning vodovozlari kelib. Mana men yo'lda turib ko'ryapman-da shuni. Mana bu yo'limizda agar soz bo'ladigan bo'lsa ko'ringizlar. Bo'lmasa men birga chiqaylik biz ham mana Toshkentnikidayin. Mana men shu Joziba mahallasida 60 yildan beri yashayman. Mana shu bizim Prezdan boshlanar ko'chamiz, Mo'chaqtepadan boshlab to G'alabagacha 7 kilometr yo'l. Shu yo'limiz 61-yilda Sovet davlatining vaqtida remont qilinganligicha qolib ketgan. Mana hamma tomon chuqurcha, loy paytda bolalar yurolmaydi, o'zimiz ham zo'rga yuramiz. 7 kilometr yo'limizni 17-yildan beri remont qilib beramiz deb va'da qilinadi. Lekin yo'q, remont yo'q. Chuqurchalarda ko'm ketadi qum bilan, ustidan bakalashka bilan sal moyam sachratib qo'yadi. Shunda ham hokim keldi desa qiladi, bo'lmasa qilmaydi o ishlarni. Mana shu bizning yo'llar remont bo'ladimi, yo'qmi, shu savolga biz javob izlayapmiz. Yoki bu remont bo'ldi bo'lib ketganmi, biz bilmaymiz. Biz bir oddiy xalq bo'lsak. Mana shuni remont qilib berishlaringizni so'raymiz. Mana shu yerga 82 yil ko'chib bo'lsam, shundan beri shu yo'l remontdan bo'lgan ko'raman, tezovay chuqur bo'lib, o'ydim chuqur bo'lgan. Mashinlardan yo'q, odamni qissa cho'ng, mana tom, umuman cho'ngni to'lib ketadi tomlar. Ya loy, yozda bachcha maktab ko'rilmaydi. Mana suv ko'llab qoladi. Katta mashina o'tib cho'milib loyga borib qaytib keladi maktabdan. Na trotuar bor, na boshqa bor. Bu yo'l qachon soz bo'ladi bilmayman men. Qurchalar to'ldirishini ham. 5 yildan beri cho'g'achib, Qumqo'rg'on doradining kattasiga boramiz, hokimga boramiz. Birov ham amalga oshmaydimi? Gap qur gap bizning gapiramiz, qilamiz deydi yo'q, qilamiz deydi yo'q. Qachon bo'ladi bilmayman. Ne o'tib ketgandan bo'lmasa bu joyda ko'rmay, ishonolmay qoldim o'zi bu rahbarlarga. Boshqa. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miramonovich. Biz Qumqo'rg'on, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani G'alaba mahallasi fuqarolarimiz. Bizning ahvolimiz chatoq, ko'chamizni mana bir ahvolini qarang. Yangi mashina yuradi, har kuni ustaxonada. Bolalarimiz ertalab maktabga boradi, abitda keladi loy beligacha. Xo'sh, yashab bo'lmaydi. Chang to'zon, yozda ovqat yeb bo'lmaydi. Mikrob tushyapti. Bizning bolalarimiz ertaga nima bo'ladi bular? Ahvol nima bo'ladi? Bizda mikrob tushib kasal bo'lib ketadi bular. Sizdan iltimos, O'rtam Miramonovich, bizga yordam qiling. Bu davlatimiz har yili va'da qiladi bizga. Kelgusi yil mayda, shu yil mayda, lekin 10 yildan beri may kelyapti. Hech qanday bizda natija yo'q. Iltimos sizlardan, o'rtaq mutasaddi insonlar, sizlardan iltimos. Biz ham shu respublika fuqarolarimiz, bir yordam qilingizlar, iltimos sizlardan. Bu yo'limiz juda ahvoli chatoq. Mashina yurib bo'lmaydi. Bola ayniqsa mayli, mashinalar ham mayli, lekin yosh bolalar bor bu yerda, bog'chaga boradigan bolalar bor. Trotuar yo'q. Trotuar yo'q. Bu qanday bo'ldi? Ertalab mana loygarchilikda kelib bittalarni kelib ko'ringizlar, mana aqbashlarni kelayotgan ahvolini ko'ringizlar. Taktak ko'ring ahvolini. Bu qanday bo'ldi yashash bo'ldi endi? Biz ham bir fuqaromiz. Iltimos sizlardan biz ham yashashga haqqimiz bor shu davlat yaxshi yashashga. Qancha prezidentimiz farmon chiqaryapti xalq uchun, lekin bu yerda yordam qiladigan odamlar bormi yo'qmi bizga? Iltimos sizlardan bir yordam qilingizlar.